Garri Potter haqidagi barcha kitoblarni o'qib bo'ldingizmi? Xat deyishga shoshilmang. Balki siz mana bu kitoblarni o'tkazib yuborgandirsiz. Beedle Bard ertaklari. Sehrgarlar dunyosining aka-uka Grimlari. Magallar uchun Zolushka qanchalik mashhur bo'lsa, sehrgar bolalar uchun ham bu 5 ta ertak shunchalik qadrdon. Xususan 3 aka-uka haqidagi ertak, ya'ni Ajal tuhfalari, bu kitobning eng mashhur ertaklaridan biri hisoblanadi. Asrlar osha Quidditch. Hogwarts kutubxonasidagi eng ko'p o'g'irlanadigan darslik. Quidditch o'yinining kelib chiqishi, qoidalari, uchuvchi supurgilar tarixi va dunyodagi eng mashhur jamoalar haqidagi qiziqarli va batafsil yozilgan ensiklopediya. Fantastik maxluqlar va ular yashaydigan joylar. Newt Scamander qalamiga mansub darslik. Garri va uning do'stlari 1-kursda o'qiydigan ushbu kitobda sehrli jonzotlarning xavflilik darajasi, tasnifi va ularga qanday g'amxo'rlik qilish kerakligi haqida ma'lumot beriladi. Garri Potter va la'natlangan bola drama piyesasi. Kattalar hayotiga qadam qo'ygan Garri Potter va uning o'g'li Albus Severus o'rtasidagi murakkab munosabatlar hamda vaqt ortiga sayohat keltirib chiqargan yangi xavf-xatarlar haqida. Ammo bu norasmiy Potterian kitob hisoblanadi, chunki uning muallifi J.K. Rowling emas. Ushbu to'plamlar, darsliklar va kitoblar real hayotda kitob shaklida chop etilgan va ularni bemalol topib o'qishingiz mumkin. Va bu kitoblar o'qiganingizdan so'ng o'zingizni haqiqiy Potterman deb hisoblashingiz mumkin. Chao do'stlar.